Xullas, assalomu alaykum obunachilar va men ikkinchi qisqa video chiqargandim, ammo afsuski men bilmasdim o'chirishga sababdan. Ha, mayli shuni qilgandim. Mana qilsam sizga olmos aslahalar topdim va bu yerda ajoyib joyi bor ekan narsalar oldim hammasi. Xo'sh, mana bunday fire aspektli va ikkita 2K fotoni 3 kvaslikda holangan. Ha, to'g'ri. Men asosiy o'chirmadim. Bu qismda dragonni yengdim, boshqa narsa qildim. Xullas totem oldim, lekin raid qilganman. Mana shu yerdan totem qildim. O'zim mana shu yerdan yaxshi onasi chiqadi desam, yaxshi onasi chiqmadi. Bitta totem oldim xolos, lekin unga yarasha xavfli. Va mana yana qilganim. Ha, bu juda ham kuchli. Qarang jonimga. O'sha qoldi. Skelet, sen menga bomba tig'dira olmaysan. Ha, bo'ldi, yaxshi tezda bitib ketishga o'z jonimiz. Yaxshiyam protection sepi aytgancha bu yerda judayam qaroqchilar men o'ylaganimdan ham yaxshiroq kuchaygan ekan. Men TVda ko'rgandim, lekin yaxshi. Bu yerda bu o'ylaganimdan aqlliroq ekan bular. Xo'sh. Bu yerda allaylar bordi, Allaylarni ozod qilgandim. Despawn ketibdilar. Despawn. Ha, ular judayam aqlli rivojlangan qaroqchilar, o'ylaganimdan judayam kuchli. Ha, mayli. Men bekinishga qilgandim. O'sha bu yerda gul, bu yerda sandiqlar bor, judayam ko'p. Lekin hammasi batanga qimmat, ichida hech nima yo'q. Ha, bu yerda bitta qadakanda full oltin bo'yniki bo'lgan zombi ekan. U ko'pi. Yaxshi, jonim. Boshqa telefonim yana crash beryapti shekilli. Va tezroq ketishga bu yerda. Ha, tezroq. Tezroq ketishga bo'pti. Qani endi men uyim? Qidish kerak endi. Mana obunachilar, bu End City'ga qaragandim men. Mana shuni topgandim men. Mana shu paytga o'ldirdim. Ammo umuman unaqa yo'q ekan. Elitra yo'q. Shuncha payt qidirdim, elitra yo'q. Lekin bunaqa fotoni 3 sehrlangan kevka oldim. Selektorchi sehrlangan unaqa oldim. Umuman narsa yo'q bu yerda. Mana judayam ko'p bunaqa bordi, lekin hammasini judayam alam qilyapti. Elitra olmaganim mayli. Va bu end portalni nimaga aniqlab qo'yganini qaranglar. Babam bit bo'lmadi mana. Babam 12 chambers bitirdi ekan. Mana chutki 12 chambers bo'lmay zimma qilsam bo'ladi u yerda. Hali ko'p narsa qilsam bo'ladi. Mana sizlar qilsam demasizki. Mana qo'limdagi Wapstone orqali menga boshqa joylarga telefon qildim. Juda ham yaxshi bu. Jonimiz ozgina qoldi. Mana o'rgataman sizlarga. Mana buni bosamiz. Ozgina kuchli teleportatsiya bo'lamiz. Mana bu yerda men olmos qoldim. 26 ta olmos chiqdi. Lekin ashuni fotoni 3 ta bilan 50 ta olmos bo'ldi. Olmos bilan qolsa yasab oldim. Albatta enchantni sehrladim. Qayman mushukchani. Chiroyli. Mana endi bitta petak berilgan yaxshi. Juda ham yaxshi bu. Va yana mana mashiyo. Xolos uyga qaytdim obunachilar. Mana mashinchalarni topdim. Va men hozir mana 36 ta aytganimdek olmos, ajoyib narsalar va mashincha narsa bor. Bular sartovka ham qilish kerak. Va xullas men bitta g'oya kelib qoldi. Mana bu reyderlarga urush ochmoqchiman-da. Shunga hozir metlarni biroz to'g'rilashim kerak. Bunday. Butun qishloqni shuna olib chiqishim kerak. Shunda raid o'tkazamanda. Qishloqda ajoyib maqalar sotasam bo'ladi. Arzonga. Menga shu mending sehri ko'proq kerak bo'lyapti. Protection muammo emas. Daraja bilan qasam bo'lardi. Mending bilan uni breaking kerak menga. Hal bunaqasi ko'p qo'shim kerak. Juda ham uzoq vaqt oladi. Bu juda ham zerikarli. Bu videolar xullas mashaqqa yetib keldim. Mayli, meni ko'radi.
Shunga mana xullas mayog'da unaqalar kelolmaydi. Bu asosan zombilardan himoya qilish uchun hali bu yerda judayam ko'p tashlashim kerak hali. Hali judayam ko'p. Afsuski, mana Turbo nomli bachka ham bor ekan. Buni hali qo'lga o'taman, lekin menda hozircha hech nima yo'q. Mayli, bachka xos qilaylik. Bitta ursam meni o'g'irlaydimi? Ha? Urdim. Mayli. Bu ham shunaqa-yu. Nautilus degan bitta bachka. Lekin xavfli bir tarafdan xavfsiz. Xo'sh, bu yoqda ham chiqish kerak. Bu yerda shart emas menimcha bunacha. Men shartman. Bu yoqda olib qo'yaman. Bu yoqda keyin ham qo'shib olaman hali. Ko'p kerak bo'ladi bu yoqda to'sib olish kerak. Yaxshi imkonda bo'lgan paytda displeylar ko'p qo'ygandim. Yaxshi ham selektorchi hisobi. Chizoq. Mana xullas bu tupunni suvg'ilangan zombilardan asrash kerak. Va bu yerda men qilib chiqdim obunachilar qanday cho'tga chiqqani. Yaxshi men tekislab bitta uycha qo'yaman. Yaxshi tekislaymanda. Uy qo'yaman bitta. Uy qo'yish juda ham yaxshi hozircha. Bu yerda ajoyib ko'l ham bor ekan. Ko'lda maza qilib basseyn qolaman. Bu yerda katta trader qilaman va qum oldim obunachilar. Hozir men TNT yasamoqchiman. Agar gunpowder ham yetsa, o joylar tekislash uchun albatta. Mana menda mana shuncha juda ham kuchli unaqa olganman men. MCTdan. Endi shahardan avval. Xullas menga gunpowder kerak. Gunpowder. Power. Xo'sh, qani endi yo'q bitta-yu. Mayli endi yo'q ekan bu yerda. Sozlash kerak. Hamma joyni cho'tkib chiqarish kerak. Bu yerda-chi yo'q. Va men obunachilar mana shunday qilib katta joylarda portlatmoqchiman. Bu yerda yaxshi. Portlasaman, keyin o'zim tekislab chiqaman. O'zim qo'yib, o'zim yo'qotaman. Hammasi bu yerda tekislash uchun va himoyalanish uchun bu yerlar kerak bo'ladi menga hali. Bu yerda juda ham yaxshi ekan. Bu yerda tekislab chiqish kerak. Gunpowder, firework yasash uchun bomba unaqa yasash kerak. Mob ferma qurish kerak. Mob ferma uchun esa juda ham ko'p material kerak bo'ladi. Va eng yomoni bu vaqt. Vaqt ko'p kerak bo'ladi. Men bundan oldin ajoyib aslahalar yasab olishim kerak. O'sha qilich bilan sinib qoladigan. Yaxshi ham bunda talon 2 bor. Anaqa looting. O'zbekchasi talon ekan. Men talon so'zini umuman adabiyotda ham eshitmagandim o'zi. Lekin bu qilichda atalar ekan looting. Mayli bu yerda endi kichkina anaqa bor ekan. Alkan jomliklar. Men bu sohil tarafda qilganim yo'q. Nimagaki sohil taraf unchalik kerak emas. O'ylab qolsam, yorug'lik olib chiqsam, dengizning ichiga ham yorug'lik olib chiqaman-da, yaxshisi. Zombilarda 2 himoya bo'ladi-da. Va bunachilar men yangi struktura qilish uchun ketdim. Bitta hozir qorong'i tushib qoldi va ajoyib buyumga duch keldi. Bu buyum juda ham kamyob. Bu yerdan bitta qaranglar obunachilar. Mayli endi bu yerda yaxshilab o'rganib chiqish kerak. Va men yaxshi ko'rgan daraxt topdim. Men bu daraxtni olmasam bo'lmaydi. Afsuski men uyimda qolib ketman boltami. Menga gunpowder ham kerak bo'ladi hali. Xo'sh, va bo'ldi. Xullas men tintirib chiqqan hamma joylarni yana qaytadan cho'tka qilib chiqyapman. Вообще mana shu yaxshi tekis qilib chiqaman. Bitta uy qo'yaman. Uydan o'zimga narsalarni qo'yaman. Keyin metlarda hamma joyni yopib chiqaman. Ko'p tushasam torchlar menga mayda butun naqani o'pib chiqqan joylarni yo'qib chiqaman. Buni juda ham ko'rsam. Tog'ga bordim. Agar siz mana shu videoga 5 ta like qilib bersangiz, bu videodan ham sifatliroq va yaxshiroq chiqadi. Shunchaki like bosing.